Chopar Krisaning sayohatlari Begzo PUBG Mobile taqdim etadi. Ikkinchi qism. Ovoz berdi Kamina Sarbo. Ushbu video YouTube'dagi TechSpecs kanalidan olindi. Boshdan oyoq kiyinib oldim. Vau, granatalarning ko'pligini qaranglar. Mazza-yu. Bu granatalar meni 7 pushtimga yetadi. Mazza. Mazzami sizlarga mazzami? Iye, конечно mazza. Albatta-da, shuncha granata topib olgandan keyin mazza bo'lmaydimi aka? Voy, mazzami? Voy, ha, mazza davo mana. Qulog'ingizga qo'tirjamasha. Bu, mana birinchi kun edi. Sen kim bo'lding? Sen menga gapiryapsanmi? Hozir bir uraman o'tib ketasan bola. Orqa miyangga shapalanma uraman uka. Bir eshik intaydi, qum o'yini o'tib ketasan. Voy, romkezda bo'ring aka. Hali sizga emasman, orqa miyamga urish. Voy lanati. Avtomati bor ekan buni. Ha, qo'lingni ko'tar jallod. Voy, dod. Voy parazit, o'qim tegmadimi? Iye, men o'ldimmi? Yo'q, o'lmadim. Menda branjelet bor-ku. Endi polvon, meni da'vatim seni o'ldirish. Yo'q aka jiyan. Ma senga surpriz. Voy kerak emas. Smert. Battar bo'l. Voy, menimcha yana bittasi kelyapti. Qoch, men yo'qman. Drop. Как раз, to'xta. Voy jallod, sen hamma narsani shipirib oldingmi? Voy chopar Krisaye, bu yoqqa ber, menga ham bitta ikkita. Voy brat, bajonidil, siz so'rasangiz men bermaymanmi? Как раз, mana sizga podarka tayyorlab qo'ydim. Voy, rahmat ukam. Bugun bayram qilarkanmiz-da. Voy, yo'q, portlab ketsa. Stop bo'ldi. Hammaga salom. Sizlarga kanalimiz nomidan ajoyib tavsiyani aytib o'tmoqchiman. Xullas, agarda sizlarga yer yuzidagi eng arzon va tezkor, ishonchli halol UC xizmati kerak bo'lsa, bizani Begzo UC xizmatini tavsiya etamiz. Begzo UC xizmati kanali, ya'ni Telegram kanali Telegramda joylashgan. Opisiyanida silka bor, o'shga kirib, bemalol bizadan aksiya bo'lyapti. Hozir aksiya narxidagi arzon va ishonchli UC ni sotib olsanglar bo'ladi. Muhimi bizada arzon, ishonchli, tezkor va halol Begzo UC xizmati. Alislar batishklar. Like bosib qo'yinglar. Ha, haqiqatan ham bu rost gap. Sklet etganidek kanalimizga obuna bo'ling, videoga esa like bosing, kommentariyada esa serial haqidagi bir-biridan ajoyib va iliq bo'lgan fikrlaringizni yozib qoldiring. Voy, men qattiq yeb qoldim. Men kartani adashib tanlab qo'yibman-ku. Livik tanlagandim. Karakinga qanaqa kelib qoldim. Orqa miyangga shapalanma uraman uka. Bir eshik intaydi, qum o'yini o'tib ketasan. Yerlar qum bo'lib yotibdi-ya, botlar cho'l bo'lsa, mazza qum o'ynab o'tiraman endi. Battar bo'l uka, men ham sakrayman orqangdan. Ketdi. Voy, cho'ldagi sharoitni qaranglar. Bunaqa yumshoq o'ynaman deb o'ylamagandim lekin. Qattan ovoz kelyapti. Voy, dabdalam chiqdi-ku, voy dod. Voy, endi men qizimga nima deyman? Voy belim, voy, vahshiylik bu, olib tashlaylar. Ana, bu bolani hayoti 2 martalab rasvo bo'ldi-yu. Endi nima qiladi? Ha, menga farqi yo'q. Voy, bu ish qilib odam yeydigan mag'luqlar yo'qmikin? Ish qilib ilonlar, echki emarlar yo'q bo'lsa bo'ldi. Voy, kimni ko'ryapman? Voy, bular cho'lli paxallari yo'q, hammasi o'tib ketgan killerlar. Voy, yelab olishdi-yu, voy. Nima qilsam bo'larkan-a? Ha, aytgancha menda yong'oq shaqar 200 bor. Mashdan turib hammasini otib tashlayman. Voy lanati, ot. Voy, buzuq narsami? Voy, bore. Voy. Meni hayotim asrab qoldi-yu. Voy. Men chopar Krisaman-ku. Endi buni chopish kerak. Voy, snayper bo'lib turib, jonimga kelib tovada urganini qaranglar. Ahmoq. Endi kunlaring bitdi. Ha, men o'tkir ko'z o'naman. Hammani bitta qoqaman. Senlar, sas krisa bo'lganlar, qaysi biringdan boshlasam ekan? Ha. Senlar ham sezlaringmi? Qattandir o'q ovoz eshityapti-yu. Voy, tegmadi-yu. Nima bo'ldi? Mayli, pofik. Pivoga chiqib kelasanmi? Shef, pul bering, chiqib kelaman. Voy, meni ishlam kallamay qoldi. Voy, nimaga tegmayapti bu? Voy, endi o'lib ket. Voy, shef, bizani o'qib tushyapti-yu, nima qilamiz? Birpas qisib tursalaring, hozir to'xtab qoladi, jibdi. Voy, to'g'ri aytdi shef, to'xtab qoldi-yu. Voy, menga nima bo'ldi? Voy, men otaman, menga nima bo'ldi? Voy. To'xta. Voy.
Nima bu? Ilonmi? Voy, otmi? Voy, cho'lda ot maqyapti. Nima balo bo'lgan o'zi bu yerga? Menga ideya kelib qoldi. Voh, kakras. Chop, jonivor, chop. Ha, chop. Hayda. Yugur lanata. Sekinroq to'xta. Voy, yo. Bu yoqqa kellaringlar, killerlar. Ma, o'lib ket. Ha, senga ham kam bu. Ma. Voy. Ikkitada bittasi. Bu yoqqa. Yo, aka, menga tegmen. Voy, yo, nima qildim? Baqirma jalot, bu ham kam senga. Bu yoning nima bu? Ye, brat, yakchi-muchchi bo'lyaptimi? Voy, bu meni samolyotimmi? Voy, u uchib ketyapti. Voy, uyimga ketgim kelyapti. Voy, to'xtanglar. Voy, sen jalot, uchasan, eshitasanmi? Qushga aylan, isqat. Qushga aylan. Voy. Davay, kerak. Qo'shinglarchi. Endi haqiqatan ham PUBG'da fantastika bo'lib ketdi-yu. Yig'ishtiringlar, bo'ldimi? Ovoz bermayman. O'zim ham terlab, adyo'lib tegida ovoz beryapman. Ketdim men cho'milishga onasini hamsan. Voy, men ketib qolsam podpishchilar meni ko'radi. Mayli, dalchi ko'ramiz. To'xtab turinglar, voy, yetib olasizlarga. Voy, yo. Ehtiyot bo'ling, eshiklar ochiladi. Keyingi bekat Sosnovka. Hurmatli yo'lovchilar, yosh bolali, nogiron va g'irt krisi insonlarga joy bering. Qani biz parashyut qanaqa uchirganmiz? Yaxshi ketyapman. Zo'r, mazza. Yo'q, faqat unaqa emas, o'tga emas. Bu joyni ko'rsatsammikin, ili ko'rsatmasammikin? Baribir hamma biladi-yu hozir nima bo'lishini. Yo'q, bijir qo'yib yuboraman, chunki bizani ayol kishilar va 3-sinf bolalari ham ko'radi-yu. Ha, mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, serialimizning ushbu joyi juda qo'rqinchli, qonli va action sahnalarga boy. Ko'zinglarni yumib olsanglar ham mayli. Ha, bo'ldi. Kelajak admin kadr boshlandi. Zulf ochim mandalayin oshiqda qildi har zamon. Pardai husni solib jonlarini kuydirdi yomon. Nima bo'pti o'zi? Tashqarida to'y bo'lyaptimi? Voy, to'y yurakka sig'armidi hozir. Muzikanglarni o'chirib turinglar. O'sha damlar, o'zi uchar gilamlar. Meni hayotim o'xshamadi. Yoshlikka qaytgim kelyapti. Yo'q, men yoshlikka qaytgim kelyapti. Yo'q, meni olib ketinglar. Hurmatli tomoshabinlar, shu yerda serialimizning ham ikkinchi qismi tugaganligi haqida e'lon qilmoqchimiz. Agarda 3-qismni tezroq ko'rishni istasangiz, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Atiga 400 ta likedan so'ng 3-qismni chiqarishga va'da beramiz va Begzo PUBG Mobile kanaliga obuna bo'lamiz. Ovoz berdi Serbo.